Assalomu alaykum, hurmatli aziz, bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston. Bugungi videomda men qisqa vaqt mana bemorlardan hozir demak vaqt topib sizga mana shu videoni qilishdan men jazm etdim. Nega deganda keyingi vaqtlarda qayta har kuni menga shu savol berilyapti. Rahmat savollari uchun avvalambor. Savol shundan iboratki, domla, yurak qon tomirlarini, nafaqat yurakka chiqqan har qanday arterial qon tomirlariga stent qo'yilishi mumkin. Demak, yurak va qon tomirlariga stent qo'yilishini oldindan aniqlash mumkinmi? Stent zarurligini bilish mumkinmi oldindan? Bu to'g'risida men videolar qilganman, azizlar. Lekin mayli, hozir 5-10 minut vaqtimni olib yana qayta bu haqda tushuntirib berib ketaman. Nega deganda hozir yangi ma'lumotlar ham paydo bo'lgan. Jahon sog'liqni saqlash kardiologiya ekspert komissiyasining tavsiyalari ham paydo bo'lgan. Bu to'g'risida ham to'xtab o'taman. Demak, yurak va qon tomirlarida stentlash zarurligini oldindan aniqlash mumkin. Buning bir qancha aniq tekshirish yo'llari bor. Ya'ni 85-90% aniq ko'rsatadigan tekshirishlar bor va sal kamroq tekshirishlar bor. Demak, endi avvalambor bir narsaga to'xtab o'tish kerak, azizlar. Hamma bilish kerak. Ayniqsa 50 yosh, 60 yoshdan oshgan, yosh oshgan sari insonda aterosklerotik o'zgarishlar, ya'ni yomon sifatli yog'larning qonni uvish faktorlari buzilishi bilan yomon sifatli yog'larning, demak, qon tomirlar, arterial tomirlar devoriga adgeziya bo'lishi, ya'ni pufakchalar paydo bo'lishi ehtimoli oshib boradi, borgan sari, yosh o'tgan sari, 60 yoshdan keyin, ayrimlarda 50 yoshdan keyin agarda yomon, demak, ko'nikmalari bo'lsa. Demak, avvalambor savol tug'ilishi kerak, azizlar. Nimaga hech qanaqangi, demak, shikoyatlar bo'lmagan odamda, hisobda turmagan odamda infarkt yoki insult yuz berishi mumkin degan savol. Ayniqsa infarkt to'g'risida to'xtab o'tsak, yoki koronar, yurak tosh tomirlar va boshqa arterial tomirlarning ma'lum yurak mushagi va boshqa to'qimalar qon bilan ta'minlashda shikoyatlar paydo bo'lmasligi o'rniga qo'qqisdan birdan infarkt yuz berishi nima uchun shunday degan savol ham bo'lishi kerak. Bunga javob oddiy. Ko'pincha odamlarda, demak, ikkita tosh tomir, chap o'ng va o'rta qo'shimcha tomir, arterial koronar tosh tomirlar, bularning bir-biriga anastomozlari bor. Odamlar ko'pchiligida anastomozlar yaxshi rivojlangan bo'ladi. Ayniqsa hayotda jismoniy ishlar bilan ko'p shug'ullangan odamlarda, mutadil jismoniy ish bilan shug'ullangan odamlarda bir-biriga anastomoz, mikrosirkulyatsiya, demak, anastomoz rivojlangan bo'ladi. Buni oqibatida o'sha 70%, 80% yurak tosh tomirlarining o'sha qismlari yopilgan bo'lsa-da, qon kam borayotgan bo'lsa-da, qo'shimcha tomirlardan, yonidagi boshqa tomirlardan qonni yetib borishi nisbatan saqlangani hisobidan va bemor og'ir jismoniy ishlar bilan shug'ullanmasligi hisobidan bemorda o'sha yurak mushagidagi qon yetishmaslik darajasi kritik darajaga, o'ta tanqis darajaga yetib bormasligi oqibatida infarkt yuz bermay turishi mumkin. Ko'proq shunday holat yuz beradi. Mana shuning uchun ham uzoq vaqtlar shunday bo'ladi. Bu birinchi tomondan. Ikkinchi tomondan migratsiyadagi tromblar. Aterosklerotik pufakcha tosh tomiridan ajralib ketib, migratsiya bo'lib, embol bo'lib borib tiqilguncha bo'lgan vaqt ham bor. Mana bu vaqt ham o'z rolini o'ynaydi. Ayrim hollarda tosh tomirlar bo'lingan joylarda qisman saqlanib turadi, ya to'liq yopmaydi. Shuning uchun ham ancha vaqt odamda qo'qqisdan infarkt bo'lish ehtimoli past bo'lishi mumkin, bilinmay yurishi mumkin. Lekin ma'lum jismoniy harakatdan keyin yurakka bo'lgan o'sha nagruska tushgandan keyin tromb borib, ortib o'sha tromboembol borib tiqiladi. O'sha pufakcha, misol uchun yorilgan pufakcha bir qismi va infarkt yuz beradi. Lekin uzoq vaqt, bir necha yillab o'sha hech qanaqa tashqi belgi bilmay yurgan odamlar bor. Nega deganda o'zining harakatini mutadillashtirgan, qo'shimcha kuchli jismoniy harakat bilan shug'ullanmasligi oqibatida o'zida
o'sha stenokardiya xurujlarini, yurak xurujlari bo'lmay yurgan odamlar ham ko'p. Demak, mana shunday ekan. Endi qanday uslubda tekshirishlar aniq aytish mumkin? 80-90%gacha, 95%gacha. Birinchi usul bu oxirgi 10 yilda kirib kelgan usul. Ya'ni yurak tosh tomirlaridagi kalsiy indeksini aniqlash. Yurak tosh tomiridagi kalsiy indeksini aniqlash tekshirish albatta amalga oshiriladi. Bu MCT apparatlar. Keyingi 5 yilda va undan oldi berida chiqqan zamonaviy oxirgi avlod MCT apparatlarida programmasida shu narsa bor. Yurak tosh tomirlarida kalsiy indeksini aniqlash. Bu 85-90%gacha aniq ko'rsatib beradi. Sizga stentlash amaliyotiga zarurat bormi, yo'qmi? 0 dan 10 gacha bo'lgan ko'rsatkich bu norma hisoblanadi. Yurak tosh tomirlar o'sha MCT apparat tekshirganda multispiralli kompyuter tomografiya deyiladi. Agarda demak 10 dan 100 gacha bo'lsa, bu boshlanish darajasi. Bunda parhez bilan to'g'rilash mumkin. Odam o'zini hayot to'g'rilash mumkin bo'lgan holatlarda parhezini, harakatni va boshqa fondiy kasalliklarni oldini olish bilan aterosklerozning rivojlanishini, pufakchalar rivojlanishini oldini olish mumkin bo'ladi. 100 dan 300 gacha bo'lgan vaqt, 100 dan oshiq 300 gacha ko'rsatkich bo'lsa, kalsiy indeksi, unda demak mutaxassis qonda yog'lar tekshirib, koagulogramma sevortirish sistemani tekshirib, sizda ayniqsa yomon sifatli yog'lar tekshirib, sizda maxsus davo talab qilinadi 100 dan 300 gacha. Keyingi tavsiyalarni aytyapman. Demak, kardiologiya ekspertlar komissiyasining Jahon sog'liqni qo'mitasining tavsiyalari bo'yicha 300 dan demak 400 gacha bu xavf oldi holati. 400 dan boshlab stentlash zaruratini ko'rsatadi kalsiy indeksi. Hozirgi vaqtda kalsiy indeksini juda ko'plab MCT apparatlari aniqlash mumkin. Uncha qimmat muloja hisoblanmaydi. Hech qanaqangi bu xuddi oddiy MCT ga o'xshaydi, faqat ozgina ko'proq vaqt oladi. Mana bu birinchi tekshirish ekan. Undan boshqa tekshirishlar ham bor. Misol uchun kattaroq tomirlarda, tosh tomirning boshlanish qismini, yurakga chiqqan katta tomirlarni tekshiradigan apparat ham bor va boshqa arterial tomirlarni tekshiradigan bu Doppler deyiladi. Ya'ni yurak qon tomirlari Doppleri. Mana bunda ham demak o'sha 60%, 70% holatda tomirlar ichida, arterial tomirlar ichida aterosklerotik pufakchalar, torayishlar borlik darajasini ko'rsatadi. Demak 70% va undan ziyod albatta stentlashga ko'rsatma bo'ladi. Demak 50%, 40-50% dan boshlab davolash tavsiya etiladi. Undan kamlariga 30% va undan kamlariga demak o'zining demak to'g'rilash mumkin bo'lgan faktorlar bilan bemorlar shug'ullanishi kerak. Parhez, harakat, boshqa kasalliklarda jigar, buyrak va gormonal endokrin kasalliklar bo'lsa, o'shani to'g'rilash bilan shug'ullanish to'g'ri keladi. Agarda demak o'sha 40% dan boshlab, 50% dan boshlab shunday. Lekin yana bir narsa bor azizlar. Doppler usulda yoki kalsiy indeksini aniqlashda aniqlansa, qayerda joylashganiga bog'liq. Pufakchalarning o'sha arterial tomirlarda. Misol uchun aortadan ajralib chiqqan, o'sha ushka deymiz, ajralib chiqqan joydan birinchi asosiy tosh tomirlarda tromblar bo'lsa, 50% bo'lsa ham bu stentlashga moyillik bo'ladi. Chunki deganda bu o'sha qon bilan ta'minlashda boshqalanish qismida turganligi uchun uni embolga aylanish ehtimoli kattaligi. Ikkinchi faktor bor. Yig'ilgan yog' aterosklerotik pufakchalarining stabil, nostabillik holati. Stabil degani bu ustdan yopilgan fibrin bilan nisbatan yoshlarda, nisbatan sog'lom odamlarda, nisbatan demak boshqa kasallik yo'q bo'lgan odamlarda endotel bilan yopiladi, fibrin bilan yopiladi va o'sha pufakcha yadrosi bo'lmaydi, yumshoq yadro, qattiq bo'ladi va kalsiylashladi. Bu stabil pufakcha deyiladi. Buni stabil pufakchaga aylantirish uchun ham dori-darmonlar beriladi. Nostabil degani nima? Nostabil degani o'sha yig'ilgan pufakchani razmeri katta nisbatan biz aytamiz o'rtacha demak 0,1 dan boshlab 0,2 dan boshlab demak katta hisoblanadi pufakchalar. Mana bunda yadrosi yumshoq,
qattiqlashmagan yog'lar va razrıhlini qavatma-qavat turgan, üstü yopilmagan, kalsiy yig'ilishlari yo'q. Mana bu nostabil faktor deyiladi va uning yorilib ketishi va boshqa joylarga borib tiqilishi, tromboemboliyaga aylanib tiqilishi, tosh tomirlari va infarktga olib kelishi ehtimoli katta hisoblanadi. Nostabil bo'lsa ham zudlik bilan davolanish yoki o'sha kardiografiya endovaskulyar usulda uni olib tashlash, tozalash, balonni usulda olib tashlash, tozalash amaliyoti amalga oshiriladi. Xuddi demak stentlashga o'xshagan kardiografiya, endovaskulyar kardiografiya usuli qilinishi kerak. Shuning uchun ham Doppler usuli MSKT apparatda ko'rish atrofli pufakchalarning holatini aniqlash katta ahamiyatga ega. Demak, birinchi MSKTda kalsiy indeksini aniqlash, ikkinchi Dopplerda tekshirish, uchinchi o'sha yurak UZI'si deydi xalqimizda, EHOning keyingi oxirgi 5-6 yildagi yangi avlodlari juda katta ahamiyat beradi. Oldin faqatgina akinesiya, yurak mushagining infarkt bo'lgan joyini ko'rsatayotgan bo'lsa, hozir gipokineziya, diskineziya deymiz. Ya'ni o'sha yerga qon yaxshi bormaganda yurakning chap qorinchani, ayniqsa mushaklarning ayrim qismlarini yaxshi qisqarmayotganini ko'rsatadi. Bu nimadan dalolat beradi? Buni uzluksiz bir necha marta tekshirganda shunday ma'lumot berilishi, o'choqli o'zgarish, o'sha o'choq mushakka qon yaxshi bormayotganligi infarkt oldi holatini ko'rsatishi mumkin. Mana bunday ko'rsatganda Doppler beramiz va kalsiy indeksini aniqlashga tavsiya qilamiz. Demak, bemorda stentlashga zarurati bormi, yo'qmi aniqlaymiz. Buning uchun EHOdan keyingi qadam bo'ladi. Shuning uchun ham algoritm bor tekshirishga. Bemorda hansirashlar, tushunarsiz og'riqlar jismoniy harakatda ayniqsa paydo bo'layotgan bo'lsa, jismoniy harakatda qon bosimi oshishi, yurak urib ketishi, nafas siqishi, hansirashlar paydo bo'layotgan bo'lsa, yurakda og'riqlar, unda birinchi UZI, ya'ni yurak ehosi qilinadi. Unda olingan ma'lumotlarga qarab, yurak qon tomirlari Doppleri, kalsiy indekslar aniqlanadi. Mana bu 3 ta tekshirish asosida bemorda demak tibbiy hal qilinadi. Bemorga stentlash amaliyoti zarurmi yo'qmi? Demak, yurakda UZI'si, EHO, Doppler yurak qon tomirlari va kalsiy indeksini aniqlash 3 ta tekshirish asosida algoritmdan bajariladi tekshirishlar qadam-qadam va bemorga demak stentlash amaliyoti zarurati ko'rsatiladi. Va bemor boshqa tekshirishlar oqibatida boradi. Demak, kardiografiya, endovaskulyar tekshirishda faqat diagnostik emas, to'g'ridan-to'g'ri stentlash amaliyoti amalga oshirilishi to'g'ri bo'ladi. O'zi shunday ham bo'lishi kerak. Qayta-qayta kardiografiya qilib o'tirmasdan, bu ham stress, bu ham o'sha anesteziya bilan qilinadi, ancha vaqtni oladi. Demak, podключичный arteriya orqali yoki femoralniy, demak, son arteriyasi orqali kirib boriladi. Shuning uchun ham bir kardiografiya, endovaskulyar tekshirishda o'zida stentlash, balonni plastika stentlash amaliyotini amalga oshirgan to'g'ri bo'ladi. Bir vaqtda o'zida, qayta-qayta qilmasdan. Bu ham iqtisodiy, ham to'g'ri klinik yo'nalish bo'ladi. Standartlar bo'yicha ham milliy, O'zbekistonning milliy tibbiy standartlari bo'yicha shunday ko'rsatilgan. Bemorlar to'liq tahlil tekshirishlardan o'tib, ayniqsa yurak UZI'si, EHO, yurak tosh tomirlari, yurak tomirlari Doppleri va kalsiy indeksini aniqlash bilan borsa, demak, to'g'ridan-to'g'ri birdan kardiyografiyada, endovaskulyar kardiyografiyada stent qo'yiladi. Stent hozirgi kunda oldingida emas, 5 tagacha, 8 tagacha qo'yilganlar bor. Bu yoq pufakchaning qayerda joylashganligi, qanday stentlashgan, sirkulyarmi yo'qmi, qancha davomiyligi va hokazo qayerda joylashganligi ahamiyatga ega. Demak, mana shunday azizlar. Mana shu 3 ta tekshirishlar sizda demak bo'lishi kerak. Ana endi yana shunday savol tug'iladi. Hozirgi stentlarning holati qancha vaqt? Hozirgi stentlar 25 yil, 50 yil bemalol, demak, undan ham ziyod xizmat qilishi mumkin. Zamonaviy stentlar to'g'risida shuni aytishim mumkin. Avvalambor stentlar haqida qisqa gapirib o'taman. Birinchi stent 83-yil qo'yilgan. Agar adashmasam, o'sha Londonda qo'yilgan, avtorlari bor. Birinchi stent MDH mamlakatlarida, SNG mamlakatlarida, Moskvada qo'yilgan, o'sha Bakulov klinikasida qo'yilgan 93-yil. Hozirgi stentlar eski stentlardan umuman farqli. Hozirgi stentlar hammasi maxsus polimer, temir emas bu, maxsus polimer, demak, materialdan tayyorlangan. Usti sitostatik degan modda bilan qoplangan. Sitostatiklar
demak отторжение, begonalik rolini o'ynamaydi. Xuddi o'zidek qabul qiladi organizm uni. Shuning uchun ham qayta tromblar bo'lish, yana qayta yog' pufaklar yig'ilish oldini oladi. Sitostatik demak material bilan usti qoplangan. Shunaqa dorivor modda bilan qoplangan. O'zi polimerdan yasalgan. Shuning uchun ham hozirgi stentlardan joydan siljib ketishi yoki bo'lmasa qanaqadir begonalik rolni o'ynash va qanaqadir autoimmun proseslar, reaksiyalar chaqirishi ehtimoli yo'q hech qanaqangi. Xuddi shunday katta tomirlarga qo'yilgan stentlar ham bo'yin, uyqu tomirlariga, yurakdan chiqqan aorta, buyrak arteriyalariga va hokazolarga qo'yiladigan stentlar ham bor. Bular farq qiladi bir-biridan. Lekin bulardan qo'rqish kerak emas. Zamonaviy stent umuman boshqacha. Demak, mana shunday. Eng uzoq stent qo'yilgan. Eng uzoq stent qo'yilganlar o'sha 80-yillar, 90-yillarda stent qo'ygan odamlar ham turibdi. Yana savol tug'iladi. Qayta stent. Ha, stentni olib tashlab qayta qo'yish mumkin bu narsa. Buni o'sha demak maxsus mutaxassis hal qiladi. Mumkin bu narsa emas. Mana shunday azizlarim. Mana bugun biz siz bilan bilib oldik. Qanday usullarda aniq bilish mumkin. Albatta, koronagrafiya diagnostik usul ham hisoblanadi. Lekin siz to'liq tayyorgarlikdan o'tib, tekshirishlardan o'tib, stentlar zarurati bilan borsangiz, to'g'riligi qo'lingizda o'sha tekshirish ma'lumotlari bor. Unda sizda birdan koronografiyani, endovaskular koronagrafiya amaliyotini o'zida sizga stent qo'ygan ma'qul. Yana qayta uni qilgandan ko'ra. Albatta, stentlagandan keyin kasallik qoladi. Demak, ateroskleroz bilan yurak tosh tomirlari zararlanishi darajasi ehtimoli baribir bor. Chunki bu kasallik jigar faoliyati, oshqozon osti bezi faoliyatida, demak, birga faoliyatda lipidlar obmeni, yog'lar almashinuvi buzilishi, past zichdlikdagi, o'ta past zichdlikdagi va trigliserid degan shu 3 ta 4 xil yog'larning lipidlari qonda nisbatan ko'payib ketishi va qonni quyuqlashtiruvchi oqsillarning jigar tomonidan ko'p ishlab chiqarishi. Mana oqibatida ateroskleroz bilan zararlanish odamlarda 50 yoshdagi 60 yoshda ehtimoli oshib boradi. Shuning uchun bu kasallik qoladi, davolash davom etadi. Mana shunday azizlar, bugun siz bilan demak albatta zarur narsani hal qildik. Yana bir bor tushuntirib berdim. Demak, bemorlarimizda azizlar oldindan yurak tosh tomirlarini va boshqa tomirlar stentlashga zarurat bormi yo'qmi avvaldan aniqlash kerak. Keyin demak shu ma'lumotlarni olib stentlashga murojaat qilsa boz ustiga to'g'ri bo'ladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Savollarni kutib qolaman azizlar. Mana bugun yana bir bor shu masalaga qaytdik. Savollar kutib qolaman. Marhamat.